Velotrenajyorlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Spin bike hamda oddiy velotrenajyorlar. Bularni qisqacha obzor qilib tushuntirib o'tamiz. Oddiy velotrenajyorlardan boshlagan bo'lsak, bular uy sharoiti uchun mo'ljallangan bo'ladi. Gabaritlarini ko'rib turibsizlar. Sizinalaridan boshlagan bo'lsak, sizinalari yumshoqgina va kengina bo'ladi. Yosh kattalar, ayollar, erkaklar bemalol maza qilib foydalanishadi va yumshoqgina bo'ladi. Sizinasi oldiga, orqaga polniy regulirovka bo'ladi hamda bo'yilarga mos qilib, baland-past qilib to'g'rilasanglar ham bo'ladi. Nagruzkalariga kelgan bo'lsak, o'rtacha og'irlikda bo'ladi. Bularniki 1 dan 8 gacha bemalol og'ir, yengil qilib ishlata olasizlar. Qo'l pulsini, ya'ni yurayverishini tekshirib turish uchun alohida magnitlari bilan jihozlangan, yosh kattalar uchun ham juda kerakli funksiya. Ekranda o'sha aytib o'tganimizdek hamma asosiy funksiyalar ko'rsatiladi. Keyin buni boshqa, ya'ni spin bike turiga keladigan bo'lsak, spin bike'larimiz o'sha poluprofessionalniy hisoblanadi. Haqiqiy velidagi ko'rinishda bo'ladi. Bularni turib ham uchsanglar bo'ladi va intensiv, ya'ni tez hamda yaxshi samarali vazn yo'qotish uchun bular zo'r hisoblanadi. Bular ham xuddi shunaqa sizinasi baland-past bo'ladi, oldiga orqaga bo'ladi. Bularning yana bitta plusi, rulini ham baland-past qilib o'zingizlarga qulay qilib foydalansanglar bo'ladi. Qo'l pulsini o'lchab turgan magnitlari bularda ham bor. Bularning og'irliklari oddiy velotrenajyorlarga nisbatan og'irroq hisoblanadi. Sababi intensiv mashqlar uchun zo'r tushadi. Ham haqiqiy velidagi og'ir qilib ishlatsanglar ham bo'ladi bularni. Agarda siz yosh kattaroq ota-onangizga yoki ayolingizga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, oddiy velotrenajyor maslahat beriladi. Sababi boya aytib o'tilgandek, sizinalari qulayligi, ishlatilish funksiyalari bularda ancha qulayroq hisoblanadi. Agarda siz intensiv mashqlar bilan tezroq va samaraliroq kaloriya ketkazmoqchi bo'lsangiz, spin bike modellar sizga maslahat beriladi. Agarda sizlarga shu yoki shunga o'xshash modellar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustunovka xizmatlarimiz ham mavjud.